Assalomu alaykum aziz do'stlarim, aziz podpисchiklarim. Bugun 21-iyun yakshanba soat 8 bo'ldi. Ertalab nima? Ana Alisher Navoiy kinoteatri orqasida deb boribman. Jinniga o'xshab nimani? Qo'qonga marshutkalar 20 mingdan. Nima degan? Yangi avtovokzalga 2 oy oldin ko'chibdi. Mana kelyapman Alisher Navoiy kinoteatri oldiga. Bo'pti, o'sha bahona nima martagi bozorchalarni ham olib ketaman bo'lmasa. Mana jarayonlari, pirashki siz olmang mana. Mana ertalabda mana ishlashar ekan, молодцы. 777 degan nima? Oshxona. Milliy taomlar. Mayli nasib bor ekanda, bilmaganman-da, qayerdan bilay. Yanvar oyida boruvdim, mana 18-yanvarda Qo'qonga boruvdim. Alisher Navoiy kinoteatrida orqasida edi. Eslaringda bo'lsa, videolarga olganman. Yashil bizaniki. Bismillahirrohmanirrohim. Arabalarni ham qo'y. Короче, yangi avtovokzal bor-ku, Gulbozorning yonida. Ashitdan nima qilinadi ekan? Mayli, bahonada marta ham olib ketaman-a, nimani? Farg'onani bozorchasini. Qancha? 10 mingga? 5 kilo. Va 2 mingdan. 2 ming. Ha, slivalar arzon bo'lib ketgan. Narxlarni oling deyoding. Bular ham 2 mingdan. Ha, bularchi? Yo'q, ular Qancha? 8 ming, 5 ming. Ha, 5 ming, 8 ming kompotlarga. Hozir nima bizda? 21-iyun. Shaftoli. Bular o'pdim. 1 kilodan ham berilaveradimi? Qancha? Ha, 20 ming shaftoli, oila shaftoli. Narxlarni bilib bering deydilar. Mana kakras oyog'im oldidan tushib qoldi nimalar? Mevalar. Mevalar narxlari. Farg'ona. Qancha kilosi? 13 ming. Ha, 13 ming qattiqi. So, aha. O'zbekiston, Xitoyniki bas. O'zbekiston nimalari? Demak, spesial Alisher Navoiy kinoteatriga bordimki, qaytishdim, olmalarni ol deganda. Alloh hamma ham xayrlisi bo'lsin. Qancha kilosi? 20 ming. 40 ming. 40 ming qattiqi bu? Quva. Akbarobod. Ha, bilaman. O'zi ham quvalayman-da. Ha. Mana anjir qancha edi kilosi? 25 ming. Arzon ekan mana. Anjirlar. Mana kakras meva narxlarini bilib bering deydilaring. O'zi oyog'imdan chiqib qoldi, oyog'im tagidan. Nima desalaring to'rt nima? Istaklarni qabul qiladi Alloh. Bu qancha edi? 12 ming ham olib qo'ying. Mana salom. Qayerdansiz? Qayerdansiz? So'xdan. So'xdan. Ana o'la so'xdan ko'rsin, so'xdan deyapman. Qancha? 12 ming. Ha, $1 sut olma. Nechtasi sutlar oqib ketadi. Ana sut olma. Bu nima edi? Smarrodina. Qancha edi, opajon? 20 ming kilosi. Bo'pti. Ana 15 ming. Ya 2 kilo 7,5 dan. Ana bahonada olib, rosa so'rovdilaring narxlarni olib qo'yinglar deb. Mana ham olib qo'ying. Bloger Asiya. To'xtang, mana olib qo'ying mani ham. Bilaman sizning kanalingizmi? To'xtang, men ko'rinib qo'yapti. Deyman, Qo'qonga ketyapman, Qo'qonda arzon qilaman, xudo xolasa. Bo'pti. Ay, yo'q, bunaqasiga olavering. Bo'pti, ko'rishguncha aziz o'rtoqlarim. Like bosing, xo'p? Mana anjirlar, bu nima? Farg'ona dehqon bozori. Qancha dedingiz? 10 ming va arzon ekan. Nimada? 20 ming qancha ham deyishdi. Ha, mana. Oyna shaftoli nimaga? Slivalar hammasi kompotga. Kompotga mazza. Men qilishni bilmayman. Ichavermayman ham. Suv ichamanki oddiy. Ay, qattiq edi. Prямо ketaveraman. Nima? Yangi bozorga ketyapman atak nimaga? Yangi avtovokzalga. Qo'qonga borishim kerak. Ha, qancha edi? Ha, 5 ming. Sal nima uringanroq, ha, pishganroq. Bular qancha edi? Ha, 10 mingga 4 tadan. Tamom, 2,5 mingdan. Vishnya. Dikaya vishnya. Ay. Kilo 600 ekan tog'a. 2 kilo 5 kilo ekan uni. 2 kilo 200 va kilo 300 tog'a. Kilo Qancha ekan? 1 kilosi? kilosi 10 mingta beramiz tugachga opa. Ha, 10 ming ekan. Tugachga opa, 12. Zikaya vishnya. Rosa nordon, lekin kompotga bo'laveradi. Ay, ha. 2 ming olib qo'ydim. Nimaga? Qarang, men ashitdan sразу ketaman deb xursand bo'lsam, avtobus ashitgacha borar ekan. Nima ekan?
Men safar yo'llarimiz hamisha bexatar bo'lsin. Allohu akbar. Ketdik. Prямо ketaveramiz yangi avtovokzalga. Bozorchiga kirmay qo'yaver. Kech qolib ketaman. O'zi 1,5 soatlik yo'lda marsrutka Qo'qonga. Xudo xolasa. Nimaga Qo'qon esimga keldi? Chunki 2 dona short video qo'ygan ekan qishdan 18-yanvar kuni olganim. Ash ikkita qolib ketgan ekan videoni. Mana uxlamang. Mana. Tamam. Safar yo'llarimiz bexatar bo'lsin. Safaringiz bexatar. Allohu akbar. Hamisha aytganlaringiz kelsin. Allohu akbar aytganlaringiz kelsin. Shuning uchun nima? Tilimga soldi ertalabda. Yakshanba 2 kun ko'chaga chiqmadim. Davay Qo'qonga boray dedim erta kunda. Vot. Shu qo'yganimga 2 kun oldin shu eski videoni qo'ydim qishga. Qo'qonda obzorini. O'shan bilan dilimga soldi Alloh taolo. Davay yana olgindagi. Ketyapman, to'g'ri ketyapmanmi? Yangi avtovokzalga ketishim kerak. 6 daqiqa bo'pti. Batdan ham yo'l bormi? Mana yangi qurilyapti, nima qurilyapti ekan? Ana targov sentrlar qurilsin. Bansalar qurilmasin. Hammamiz o'ynab, kulib yuraylik, to'g'rimi? Aziz o'rtoqlarim. Alhamdulillah, Allohga shukr. To'g'ri chiqdimmi? Qayerga ketyapman? To'g'riga telefon qilyapti. Yur, qaytar. Alloh. Tamam. Yangrashim qarang. U tarafdan yurmaganimga hozir bo'lmasam Ulishnikdan olib, o'sha yerdan nimaga? Yangi avtovokzal Qo'qonga. Demak, o'zgaribdi nima? Marshrutga 2 oy bo'libdi. Shopirlar hamma yo'lda biladi-da. Mana bu yerdan ketaverib. Botdan Quvaga, biz esa Qo'qonga, xudo xolasa. Dollar qancha bo'lib qoldi? 11.90. 11.90. Bankda 12.060 edi. Agar o'zgarmagan bo'lsa. Hali arzon nimaga videoga olishaveradi. Mana olib qo'y, arzon pirashkilar bor-ku. Voy, mana arzon pirashkilar mana shu yerda, to'g'rimi? Mana 500 so'm. Hali ham 500 so'mmi? Pirashkilar. Mana ko'rsatib qo'y ertalabdan. Mana 500 so'mdan pirashkilar, voy. Somsalar. Yo, mana 1,5 ming ekan. Mana ertalabdan ochiq bo'lar ekan. Tak, sudi. Biz esa prямо va nimaga? Ulishnikdan olib keyin boryapmiz avtovokzalga. Bu xonada Svetga pul tashab qo'yishim kerak. Mana bu yerdan qaytishda tasharman, xudo xolasa. Hozir shoshilib nimaga boraylik? Sog' salomat. Sansoylar. Non ham olish kerak. Qo'qondan olarman. Qo'qonda ham nonlar shuncha yo'q. Nonga o'rganyapman. Ertalabda non bilan vareniya, smetana qilib o'shancha semiryapman. Mayli endi. Ozib nima qilaman? Fotomodel bo'larmidim. Mana pichoq o'tkirlashim kerak edi. Pomidorni postini o'tkirlayman, nima tozalayman desam, pichoq o'tmasligidan nima bo'lyapti? Yaxshi zonga qo'yishyapti. Archilmayapti pomidor. Ko'rsatib qo'yaymi? Necha daqiqa bo'pti? 9 daqiqa bo'pti olganimga. Ana yaxshi zonchilar qo'yib, salqinda. Bo'lmasa achib ketadi produktlar. Mana pirashkilar, zonchilar qo'shibdi, молодцы. Mana yangi avtovokzal. Oy. Mayli, Farg'onani ham olishim kerak. Men sразу nimani olaman debman-da. Qo'qonda olaman deb o'ylabman. Ashta marshrutka bo'ladigan bo'lsa. Yo'q, marshrutka nasib qildi. Shu yerdan yurasam mana zonchilar qo'yib, sal odamga o'xshab qopti. Issiqdi kunida. Qani Qo'qonga qatdan ketilardi, o'rtoq? Qo'qon. Marshrutka. U oxirroqdamki. Bo'pti, davay. Biz esa Qo'qonga, Farg'ona, Quvadan ham shu yerdan yuriladi ekan.
Mana 10 daqiqa bo'pti. Keyin Qo'qonni olaman, xudo xolasa. Qo'qonniki qayerda edi? Ha, dalishgan. Qancha Quvoniki? 10 ming. 10 ming arzongina ekan mana marshutka. Mana bu aeroportga. Ko'ynaklar 55 mingdan arzongina, shtapl ko'ynaklar. Ayollar uchun. Qo'qon demak oxirroqda ekan, mana bilib oldik. Oltiariq ham shu yerdan ketilardi. Mana Qo'qonga marshutka yangi avtovokzaldan Gulbozor oldidan ketilar ekan. Oltiariq deb qo'yibdi-yu. Ay. Qo'qon qayerdan ketilar ekan? Qo'qonga qayerdan ketilar ekan? Arqa tarafga. Bu qayerga boradi? Shakarqishloq. Ha, haligi marshutka bor edi. Nima eski Drandulet. Ularning o'rniga Damas chiqibdimi? Qancha? 5 ming so'm. Ha, 5 ming so'm bo'pti. Mana yangi marshutka. Mana 13. Nimani o'rniga? Eski marshutkalar bor edi-yu, 80-yildagilar. Bu nima Quvasoyga? Qo'qon. Ketdi. Oy. Ha, mana marshutmikin. Mana ko'rsatyapman aziz o'rtoqlarim, aziz podpischiklarim, Qo'qonga shu yerdan ketilar ekan, yangi avtovokzal. Voy, Termozor ro'parasi. Voy, alhamdulillah, bismillahirrohmanirrohim. Qo'qonmi? Mana Qo'qon keling. Ha, ketyaptimi? Ha. Mana 11:40 soniya bo'libdi olganimga. Ha, baqirib turinglar-da Qo'qon deb. Ha, mana mashqdan ketilarkan bilib olinglar, arzongina. Qancha edi? 40 ming. Yo'q, 20 edi. 20, halam 20 mingmi? 20 chiqing. Uni desiz kim edi podpischiklarim? 20 ming atigagina mana yangi avtovokzal yoniga. Ketmaysizmi? Ketaman. Ketasizmi? Bo'pti, bozoriga chalibdi, vokzalga bordik. Bildingiz, короче. Bo'pti, aziz o'rtoqlarim, 15 ko'rishdik. minut yuramiz. Ha, 15 daqiqa Har yana 15 kutish kerak daqiqada ekan. yuramiz. Ha, 1,5 soatda yetib boramiz. Qo'qonga bormi Qo'qon? Ha, ashula baqirib turing. Yangi o'zgartdi, o'shancha bilishmayapti adresni. Mana, bo'pti. Uch ko'prik stansiya. Ha. Opa chiqing. Ay, ha ketaman. Urush ketyapsizmi? 15 daqiqa deyapsiz-ku. Vaqtimiz bo'ldi. Ha, bo'pti, mana ko'rishguncha aziz o'rtoqlarim. Bay bay. Atigagina 20 ming. Bay bay, ko'rishguncha.